Hech qachon shu 3 ta xislati bo'lmagan insonga shogird tushmang, sizni barbod qiladi. Uchinchisi eng asosiysi. Birinchisi qadriyati bo'lmagan. Chunki qadriyat sizga to'g'ri kelishi kerak. Ichki dunyosi, fikrlashi, o'ylashi siz bilan bir xil bo'lishi kerak. Ikkinchisi ilmi ham bo'lishi kerak, tajribasi ham bo'lishi kerak. Agar tajribasi bo'lmagandan keyin sizga faqat kitobiy narsa beradigan bo'lgandan keyin ko'p narsasi sizga tushmaydi va sizni barbod qilishga olib kelishi mumkin. Uchinchisi va eng asosiysi o'zini hammadan aqlli deb bilsa, hech kimni tan olmasa va eng asosiysi eshitishni bilmasa. Chunki sizni eshitmagan inson bilan qanaqa qilib suhbatlashasiz? Sizni eshitmagan inson sizga to'g'ri fikr bildira olmaydi, sizga to'g'ri maslahat bera olmaydi. Chunki ustozlar o'quvchisini ham, boshqalarni ham yaxshi eshitishni bilish kerak, tushunishni bilish kerak. Chunki tushungan inson faqatgina sizga to'g'ri maslahat bera oladi. Bunaqa sizga foydali ma'lumotlarni olish uchun menga obuna bo'lish esdan chiqmasin.